O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev qishloq xo'jaligida qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish chora-tadbirlari bo'yicha taqdimot bilan tanishdi. Mamlakatimizda qishloq xo'jaligini rivojlantirish strategik ahamiyatga ega. Chunki agrar sektor barqaror iqtisodiy o'sish, oziq-ovqat xavfsizligi va aholi turmush darajasini yaxshilash bilan bevosita bog'liq. Mazkur tarmoq aholining katta qismi istiqomat qiladigan qishloqlarda bandligini ta'minlash uchun asosiy manba ham hisoblanadi. Qulay iqlim va tabiiy sharoitlar tufayli yurtimizda turli qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish uchun katta imkoniyatlar mavjud. Agrar sohaning rivojlanishi nafaqat ichki bozorda oziq-ovqatga bo'lgan talabni qondirish, balki mamlakatning eksport salohiyatini kuchaytirishga ham keng yo'l ochadi. Statistik ma'lumotlar har yili mamlakatimizda yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlariga xorijiy hamkorlarda talab ortib borayotganini ko'rsatmoqda. Bu esa mahsulotlarning tabiiyligi, ekologik tozaligi va yuqori sifati bilan bevosita bog'liq. Davlatimiz rahbari ko'p bora ta'kidlaganidek, hududlarni rivojlantirishda qishloq xo'jaligi muhim ahamiyatga ega. Fermer, dehqon va tomorqa xo'jaliklarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish, ularni moliyalashtirish, subsidiya hamda imtiyozli kreditlardan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish, ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi. Shu bilan birga qishloq aholisining iqtisodiy mustaqilligini ta'minlayapti. Xulosa qilib aytganda, qishloq xo'jaligini rivojlantirish faqat bir sohaga oid masala emas. Taqdimotda qayd etilganidek, so'nggi yillarda bu soha tarkibiy jihatdan isloh qilinib, samaradorlikni oshirish choralari ko'rildi. Paxta va g'alla maydonlari qisqartirilib, oziq-ovqat mahsulotlari uchun ajratildi. 160 ming gektar yangi bog' va tokzor barpo etildi. 1 milliard dollarlik 1500 ta oziq-ovqat loyihasi ishga tushirildi. Lekin qishloq xo'jaligida hamon yashirin iqtisodiyot ulushi yuqori. Yetishtirilgan mahsulotning hammasi ham hisobotlarda ko'rsatilmaydi. Oziq-ovqat mahsulotlarini sotishda qo'shilgan qiymat solig'i 12% ni tashkil etmoqda. Mazkur masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tadbirkorlarni ochiq muloqotida ko'tarilgan edi. Davlatimiz rahbari bu borada dehqon va fermerlarga qulaylik yaratish, soliq yukini yengillashtirish bo'yicha mutasaddilarga ko'rsatma bergandi. Shunga muvofiq, Xalqaro valyuta jamg'armasi malakali xorijiy va mahalliy ekspertlar ishtirokida qishloq xo'jaligini soyadan chiqarish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi. Kunigacha Prezidentimiz Shavkat Miromonovich raisligida o'tgan yig'ilishda dehqonlar va fermerlar uchun o'ta muhim bo'lgan bir tashabbus ilgari surildi. Unga ko'ra 2026 yil 1-yanvardan boshlab qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtiruvchi tashkilotlarga, ya'ni dehqonlar va fermerlarga o'zi yetishtirgan mahsulotni realizatsiya qilishda qo'shilgan qiymat solig'ini 0 darajali stavkasini qo'llash amaliyotini joriy qilish taklif qilinyapti. Ma'lumot uchun hozirgi kunda qishloq xo'jaligi mahsulotlari realizatsiya qilinganda qo'shilgan qiymat solig'ini 12% stavkasi qo'llaniladi va dehqonlar va fermerlarda mazkur soliq majburiyati yuzaga keladi. Endilikda dehqonlarimiz tomonidan yetishtirilgan paxta va g'alladan tashqari, masalan, sut, tuxum, asal kabi mahsulotlar realizatsiya qilinganda qo'shilgan qiymat solig'ini 0 darajali stavkasi qo'llaniladi va mazkur mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun avval xarid qilingan, ya'ni urug', transport, elektr xizmati tarkibidagi qo'shilgan qiymat solig'ini hisobga olish va uni keyinchalik byudjetdan qaytarib olish amaliyoti saqlanib qolinadi. Hisob-kitoblarga ko'ra, respublikada umumiy hisobda 300 milliard so'mga yaqin summa dehqonlar va fermerlar ixtiyorida qolishi nazarda tutilgan. Mazkur o'zgarishdan ko'zlangan asosiy maqsad bu qishloq xo'jaligi mahsulotlarini realizatsiyasini soyadan, ya'ni yashirin iqtisodiyotdan chiqarish va mamlakat yalpi ichki mahsulotdagi ulushini oshirish va ikkinchi hamda eng asosiy bo'lgan maqsad shundan iboratki, o'sha qishloq xo'jaligi mahsulotlarini aholiga, ya'ni yakuniy iste'molchiga tarkibiga soliq qo'shilmagan holatda arzonroq yetkazib berishni ta'minlashdan iborat. Umuman, bu yengilliklar soha vakillarining shaffof ishlashiga turtki beradi. Joylarda yirik sanoatlashgan plantatsiyalar va qayta ishlash korxonalarining ko'payishiga mustahkam zamin yaratadi. Taqdimotda davlatimiz rahbari tomonidan mutasaddilarga bu yangi tizimni dehqon va fermerlarga tushuntirib, samarali yo'lga qo'yish, oziq-ovqat mahsulotlari yetishtirishni rag'batlantirish bo'yicha ko'rsatmalar berildi.